Bugun 3-kun, ya'ni to'y. Hammaga salom, hammaga xayrli kech. Hozir biz уже qaytyapmiz. Hozir 4-kun qaytyapmiz. Yo'lda videoni montaj qilib ketyapman. Bilasizlar, YouTube'da qo'shiq ishlatish mumkin emas. Shuning uchun bezuk qilib, o'zim oзвучка qilyapman. Birinchi, ikkinchi kunlarni qo'yib, aytganimda to'yga keldik, shunaqa deganimda kommentariyam birinchi ochiq bo'lib qoldi, keyin 1 kundan keyin yopildi. Shunga kommentariyada kelin tarafga qarindoshmi, kuyov tarafmi deb 5-6 ta odam shunaqa yozdi. Menga kuyov taraf qarindosh, albatta kuyov taraf akam bo'ladi. Men birinchi marta tojiklarning to'yiga bordim. Ощущение boshqacha bo'ldi. Men ya'ni kelinam tojik, kelin taraflar keldida. Biz чистый tojik emasmiz. Tojikistonda tug'ilgan o'zbeklarda, dadam qarindoshlari-yu. Tojikistonda tug'ilgan o'zbeklar, ular чистый tojik. Ko'rsalar, o'sha tojiklarni ko'rsanglar, vosh boshqachada. Hammasi boshqacha, bilmadim. Xullas, men shunaqa fikrladim. Bu yerda O'ral akamni o'rtog'i tabrikladi birinchi. Keyin kelinni dugonasi tabrikladi. Kelinni ismi esdan chiqib ketdi. Nimadir edi. Xullas, esdan chiqib ketdi. Shunaqa to'y yaxshi o'tdi, lekin biz to'yda unaqa ko'p o'tirmadik. 1 soatcha o'tirdik. Keyin shu bilan qaytdik. Chunki уже qaytishimiz kerak edi. Dadam ertasi kuni ishga borish kerak edi. 3 kun bo'lgandi kelganimizga. Birinchi, ikkinchi kunlarni qo'ydim. Bu 3-kun. Qaytayotganimizda ham videoga olyapman. Uni ham montaj qilib qo'yaman hali. Kutib turinglar. Uni ham iloji boricha, agar charchamasam, hozir soat 12:30. Biz yo'ldamiz hozir. Agar uyga borib bo'lmascha, necha soat bo'lib ketadi. Почти tong otadi. Shunga unaqa tong 5-6 soatlik yo'l emas, 3-4 soatlik yo'lda. Agar charchamasam qo'yaman. Agar charchasam ertasi kuni qo'yaman. Bu yoqda akalarim o'ynadi. Hammasi qarindosh emas. Bir xillar o'rtog'i, bir xillar aka-ukalari. Shunaqa to'y yaxshi o'tdi, lekin shunaqa ham issiq edi havo. 4 ta tarafda konditsioner bor edi. Ko'rinib turibdi shu videoda ham. 4 ta tarafda konditsioner bo'lsa ham shunaqa issiq edi. Ana o'sha hamma pasta magazin bor ekan. Tomog'imgacha borib yemaysizlar, bo'g'ilib qolgan. Pasta magazin bor ekan. Ko'rganinglarda hozir ham yilpig'ich bilan o'tib ketyapti. Hamma yosh-u qari hamma shunaqa yilpig'ich olgan. O'ynayotganda ham ko'rsanglar, vashi prikol bo'ldi. Yilpig'ich chiqib, yelpib o'ynayapti-da hamma. Men pashti o'ynamadim. Bunday tashqariga chiqqanda balkonimda shunaqa joy bor ekan. O'shda turdim faqat, chunki shunaqa ham isib ketdim. Sizlarga ta'riflab bera olmayman. Shunaqa ham issiq edi to'yxona. Hamma 99% odam, 99.9% odam pasta magazin bor ekan. Hamma o'shda morojniy olib yedi. O'sha yerda kichkinalar va kattalar 5-6 ta morojniy yeb tashadi-yu. Men to'yda bunaqa holatni birinchi marta ko'rganim uchun hayron qoldim. Xo'sh, shunaqa to'y yaxshi o'tdi. Hammaga rahmat videoni ko'rganlar uchun.